Aka rostdan ham ximchiskani tekinga qilib berasizmi? Albatta, mutlaqo tekinga qilib beraman. Mashinangizni nima uchun ximchiska qilish kerak? Videoga bitta like bosing va men sizga buni sababini aytib o'taman. Salondagi noxush sigaret hidlarini hamda sideniya va chuqurlardagi chuqur dog'larni professional darajadagi vositalar bilan tozalanadi. Salonda yangi havo va tozalik muhitini yaratamiz. Ko'rib turganlaringizdek doimiy mijozimiz tashrif buyurganlar bu Gentra'ning kelishidan oldingi holatini ko'rib turibsizlar. Juda ham ayanchli holatda edi. Ko'p gapirib o'tirmayman, mashinamiz tayyor bo'ldi. O'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, bepul $100 ximchiska xizmatimizdan foydalanishingiz uchun shartlarimiz bor. Shartlarimiz juda ham bir oddiy. Men sizlarga uni tushuntirib o'taman. Birinchisi, bizga obuna bo'lgan bo'lishingiz shart. Ikkinchisi, video ostidagi kommentariyada 5 ta do'stingizni belgilashingiz kerak. Konkurs g'oliblarini videomiz 2000 ta like yiqqandan keyin aniqlaymiz. Barchangizni Tuning Starda kutib qolamiz.